Mamlakatimizda ta'limga qaratilgan e'tibor natijasida yoshlar qo'lga kiritayotgan yutuqlar salmog'i tobora ortib bormoqda. Muhimi, oliygohlar huzuridagi akademik litseylar tom ma'noda ta'limning keyingi bosqichi uchun mustahkam zaxira yaratish imkonini beryapti. Mulohazalarimizni Buxoro davlat tibbiyot instituti huzuridagi akademik litsey misolida izohlaydigan bo'lsak, o'tgan qisqa davr ichida ushbu maskan o'quvchilari Angliyaning nufuzli oliygohi, University College London, Koreya Milliy universiteti, Koreyaning Inha universiteti, Singapur Milliy universiteti, Singapur Iqtisodiyot universiteti, Rossiyaning Pirogov instituti, Qozon davlat universiteti, Amerikaning Arizona universiteti talabalari qatoridan joy oldi. Angliyaning Imperial universiteti, Amerikaning Kaliforniya texnologiya instituti, Kolorado hamda Boston universitetlari, O'zbekistondagi Milliy universitet, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kirganlar soni ortdi. Kattagina auditoriya esa Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida tahsil olib, bugungi kunda mamlakatimiz rivoj yo'lida mehnat qilmoqda. Akademik litseyning bu yilgi 241 nafar bitiruvchisidan 220 nafari milliy, xalqaro va fanlarni bilish darajasi bo'yicha sertifikatlar oldi. Shundan 25 nafar o'quvchi 5 va 4 tadan sertifikat olib muddatdan avval talabalik baxtiga muyassar bo'ldi. Mana bugun Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyini 241 nafar bitiruvchilarimiz tabiiy fanlar, aniq fanlar, matematika, chet tili, matematika, fizika hamda xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha o'qishni tugatib, katta hayot, oliy ta'lim sari biz yo'naltiryapmiz. Bugungi bitiruvchilarimizdan 220 tasi milliy, xalqaro sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilardir. Shu o'quvchilarimizdan 25 nafari muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lgan o'quvchilarimiz. Bular ichida 15 nafari xorijiy davlatlardan grant yutib, SAT sertifikatini SAT imtihonidan eng yuqori ball olib, 1600 ballgacha olib, bular talaba bo'lish baxtiga sazovor bo'lgan o'quvchilarimizdir. Biz hurmatli yurtboshimiz aytganlaridek, bu o'quvchilarni omad tilab, bu o'quvchilarga aslo o'qishdan, izlanishdan, intilishdan charchamaslikni hamda izlanishdan qolmaslikni biz tilaymiz. Yana bir ma'lumot. Avstraliyaning Monash universiteti, Xitoyning Fudan, Koreyaning Yonsei universitetlari. Bu oliy o'quv yurtlari dunyoda top 100 talikdan o'rin olgan. E'tiborli jihati, o'tgan o'quv yillarida litsey bitiruvchilari bu ta'lim maskanlarida o'qish vaqtiga muyassar bo'lishgan edi. Bu yilgi ro'yxat 2 barobarga ko'paydi. Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litsey bitiruvchilari bugun ulkan marralarga yetishmoqda. Misol uchun tabiiy fanlarni aytadigan bo'lsak, o'tgan yilga nisbatan fan sertifikatlari 2 karasiga oshgan. Yoki til sertifikatlarini oladigan bo'lsak, u ham bir necha baravarga oshganligini ko'ryapmiz. Bu albatta juda ham katta mas'uliyat ham. Chunki kelajakda aynan shu tabiiy fanlarni bitiruvchilari tibbiyot sohasi, tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga kiradi. Bu deganiki, demak, bizda tibbiyot sohasidagi kadrlarni, yetuk kadrlarni yetishiga imkon beradi. Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda nufuzli o'ringa ega bo'lgan ta'lim muassasasida bu yil ham yoshlar ko'ksini oltin va kumush medallar bezadi. Imtiyozli diplom olganlar safi kengaydi. Aniqki, bu yoshlarning kelgusida Ibn Sinoga munosib voris ekanliklarini amalda isbotlashi uchun alohida qanot bag'ishlamoqda. Men akademik litsey talabasi bo'lib, qizil diplomga erishdim. Va men hozirda 5 ta sertifikatga egaman. Men dunyoning top 100 talik universitetlarida, Yonsei, Koreo va Hanyang universitetlariga muddatidan oldin o'qishga kirdim. Men chet elga borib, yetuk dasturchi bo'lmoqchiman. Men xorijning Yonsei universitetida o'qishni davom ettiraman. Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyning xorijiy tillar yo'nalishini bitirdim. Litsey iftixori stipendiyasi sovrindoriman. Shu 2 yillik ta'lim davomida zakovat intellektual o'yinlarida qatnashib kelmoqdaman. Hamda 2 yil ichida 3-4 bora respublika bosqichiga chiqish yo'llanmasini qo'lga kiritdim. Hamda 2 yil davomida 5 ta milliy sertifikatni qo'lga kiritdim va oliygohga grantda o'qishga imkoniyatiga sazovor bo'ldim. Bu albatta bizni hayotimiz uchun ilk qadam. Men o'zim Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida ta'lim olmoqchiman.